أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Said Ahmad Barimbori rahimahulloh yozgan Mabadiyal Usul nomli usul fiqh haqida yozilgan bu boshlang'ich kitobning birinchi taqsimiga keldik. Biz oldingi darsimizda usul fiqhini tunishtirib, usul fiqhi degan shariatning dalillaridan amaliy hukmlarni elishga yetkili bo'ladigan asosiy qoidalar haqida tekshirish elib beriladigan bir bilim deb usul fiqhni shunday tunishtirgandik. Ve bu şer'i delillerinin kitap, sünnet, icma, kıyasından ibaret muttefak aleyh bo'lgan 4 delil ekanligini so'zlagandik. Bundan keyin biz birinchi bahsda Alloh taolaning kitobi haqida bahsni so'zlab, Alloh taolaning kitobini tunishtirib, kitob degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan, bu sabablarda yozilgan ve mutawatir holatda naql qilib keltirilgan Qur'on, shu bizning kitob demoqchi, usul fiqhining islohida kitob shu deb tushuntirib bo'lgandan keyin usul yo'llar Qur'oni Karimda va shundoq Rasulullohning sunnatida Qodi Abu Zayd Dabbusi boshlig'ida 4 taqsim elib bordi. 4 taqsimdan 20 qism hosil bo'ldi deb birinchi qismni vujuhun nazm xos am vada e'tibor bilan vujuhun nazm xos am mushtarak muavval deb turtib. İkinci taqsimni vujuhul isti'mal deb isti'mal e'tibori bilan haqiqat, majaz, sarih kinoya deb turtib bo'ldik qismga. Üçüncü taqsimni vujuhul bayan deb buni yana bir atalg'usi mutaqabilat deb buni باعتبار الوضوح واضح الدلالة وظهور المعنى باعتبار وضوح المعنى باعتبار ظهور المعنى وخفاء المعنى deb buni zahir, nas, mufassar, muhkam deb turtgan o aqsamul واضح الدلالة tarafdan. Mümkün hafi, muşkil, mucmel, muteşabih deb aqsam hafi الدلالة tarafdan 8 qism bo'ldi. Onun keyin oxirqini vujuhul istidlal, ya'ni shu yuqorqi chiqqan yo'llardan kelgan shu lafzlardan hukmlarga dalil tutish, dalil qilish tarafdan 4 qismga bo'lib, uni be'tiborli dalala degan dalalat e'tibori bilan iboratun nas, ishoratun nas, dalalatun nas, iqtidorun nas deb turtib bo'ldi. Jami 20 bo'ldi dedik. Endi biz birinchi taqsim ya'ni vujuhun nazm haqida so'zlaymiz. Musannif rahimahulloh deydiki, at-taqsimul avvalu bi'tibaril vada'. Birinchi taqsim vada' e'tibori bilan deydi. Vada' degan gap oldi bilan biz tushundirish to'g'ri keladi. Vada' degan nima? Vada' degan gap qo'y degan gap, bilasini bu yerda qo'y degan gap. Endi bu yerda demakchi o'g'ini bir tilning yasalishi, jarayonini ko'z tutadi. Ya'ni tillar bir qancha so'zliklardan, bir qancha million so'zliklardan tarkib topadi. Anladın? Endi shu so'zliklarni shu ilgirki oti ajdodlar masalan narsalarga shu atalg'ularni ism qilib qo'yash bilan shakllangan tillar degan masalan. Masalan shir, asad deb bir narsa bor, asad. Buni bir yoylilik, yirtqich bir hayvon, xirisliq. Şu yirtqich hayvonga bular asad degan so'zni qo'ygan. Yirtqich hayvonning suratini qo'yapmaydi. Asad degan so'zni shuni qo'ygan masalan. Bu shuni qo'yganini deb ataymiz, vada deb ataymiz. Asad degan yirtqich hayvonning mubtadasiga asad degan ismni qo'yganning o'zi vada. Xuddi shuningdek bu narsalar qo'yiladi, ish harakatlarga qo'yiladi, ism qo'yiladi. Shuni til tuzish, tilning tuzilishi deymiz, tilning yasalishi deb. Tillar shunda yasilib tadrijiy taraqqiy qiladi. Ama şunun ismi de vada deb ataladi. Xo'sh. Endi Qur'oni Karim dastlabda bizning arab tilida tushdi. Anladın? Nec'alnahu Qur'anen Arabiyya. Arab tilida tushdimi? Biz tabii ki bu Arab tilindeki vada qoidasiga intayin
ko'ngil bo'lish kerak. Arab tili tush degandan arab tilining vada qoidasiga ajoyib usul fiqhida ko'ngil bo'ladi. Mana endi shu vada e'tibori bilan birinchi taqsim Qur'oni Karimning so'zliklarining bizdagi bilmoqchi bo'lgan shu ma'nolarga, Qur'oni Karimning shu so'zlarning ma'nolariga qo'yilishi jihatdan 4 qismga bo'linadi. Anladın? 4 qism bo'linadi. Bu sende u 4 qism bo'lsa qolsa, birinchi xos, ya'ni so'zlar ya faqat bir so'zga qo'yiladi. Masalan, asad degan ism faqatlam bir hayvon muftarisiga ham qo'yiladi. Bunda batırdı o xos. Masalan, 3 degan son faqatlam 1 2 3 tane narsaga, son jihat 3 tane narsaga ham qo'yiladi. Masalan, bu nima xos deb ataladi. Yoki bir narsa o'ziniki haqiqatlari birdek bo'lgan, haqiqatlari bir xil, boshqa emas. Nima deymiz buni? Muttafiqatul haqaiq deymiz. Mohiyatlar, haqiqatlari bir xil, lekin bir muncha narsaga qo'yiladi. Bir ism haqiqatlari bir xil, bir muncha narsaga qo'yiladi. Masalan, muslimon degandek, muslimon desak, bir musulmon, ikki musulmon, uch musulmon, amerikalik musulmon, turkistonlik musulmon, qirg'izistonlik musulmon, o'zbekistonlik musulmon, hamma musulmon ishga oldi. Nima? Bu shuni hammaniki lekin haqiqati bir xil. Haqiqati bir xil, lekin bir muncha ko'p. Xosni olib turg'ayi ko'p. Xosda faqat bir dona shaxs qo'yiladi. Amdicho desa bir muncha narsaga qo'yiladi. Bu shunday ataladi, am deb ataladi. Xo'sh, uni keyin yoki so'zda narsalarga qo'yilishda mushtarak holatda qo'yiladi, mushtarak. Ya'ni mushtarak degan nima desa, so'z bir, lekin qo'yilgan ma'noli ko'p. Buni deymiz, ko'p ma'nilik so'z deymiz. Uyg'urchada ko'p ma'nilik so'z. Ya'ni masalan, kalimat quruq masalan. Quruq degan so'z nima? Hayizg'imi qo'yilgan, to'g'ri, poklikqimi qo'yilgan. Quruq degan bir so'z, bir ma'nosi hayiz, bir ma'nosi poklik. Masalan, ayn degan so'z, masalan, ayn. Ko'radigan ko'zga qo'yilgan, oqadigan suv buloqqa qo'yilgan, masalan, oltin kumushlarga hamda jasus deganga nima deb qo'yilgan anaqa majaz bilan qo'yilgan deymiz. Lekin ayda ko'p ma'nilik so'zlarni nima deymiz? So'zda mundohalat qo'yiladi. Endi buni deymiz, ya'ni yashmalu ala kathirina muxtalifatul haqaiq deymiz mana. Ya'ni mushtarak degan bir mujahid o'chiga oladi, lekin uniki haqiqatlari muxtalif, bilak. Masalan, am bilan mushtarakning farqi nima deganda, mishadi mana. Amda muttafiqatul haqaiqni o'z ichiga oladi. Lekin mushtarakda muxtalifatul haqaiq. Ya'ni ularning haqiqatlari, mohiyatlari boshqa. Bir xil emas bular. Mushtarakni oladi, lekin mushtarak ondan shu bilak narsalarni o'z ichiga oladi. Lekin uni bir ayrim oladi da. Am bir yo'lam oladi. Bir yo'lam oladi, mushtarakcha ayrim holda oladi. Muavval hamda. Yoki so'zda muavval bo'ladi. So'zlarniki ma'nolarga qo'yilish jihatda muavval bo'ladi. Muavval deganimiz nima deganda, endi muavval degan mushtarakniki taraqqiy qilgan jarayoni. So'zlar bir qancha narsaga qo'yiladi, lekin u mushtarakda bir so'z, masalan, ayn degan so'z kelsa kitobda, ayn degan so'zdan biz jasus, uni kenidan buloq, oltin, ko'z degan hammani yod qilmaymiz. Faqat bir narsa yod qilish kerak. Ya buloq yod qilish kerak, ya jasus, ya oltin, ya shu bir narsa yod qilish kerak. Endi mushu qanday yod qilindi desa, buni qarinalariga qarab turib, biz bosh oyoq qarab turib, qarinaga qarab turib, qarinada bu ya bundan ayn deganni ko'z murod ekan, yoki buni suv oqib turgan suv buloq murod ekan deb shuni bir ma'niga bellisak, bekitsak, mana mushuning bo'ladi, muavval bo'ladi. Mushtarak bir ma'niga bellangan vaqtida nima aylanadi? Muavvalga aylanadi. Masalan, biz kalimat quruq nima masalan, Qur'on Karimlik. Ondan biz hayizga bu hayiz deb ma'noni belgilasak, buning ma'nosi muavval bo'ladi. Agar poklikqa hamla qilsak, bu muavval bo'ladi. Agar shu muavval ishqni hamla qilmagan holatimizda mushtarak bo'ladi. Musannif nima da'vat edamdi? Al-lafzu bi'tibari wad'ihi lil-ma'na ala arba'ati aqsam. Lafz, ya'ni lafz degan gap, ya'ni Qur'oni Karimning so'zliklari demoqchi edi. U lafzniki ma'niga qo'yilish e'tibori bilan 4 qismga bo'linadi.
ya has halet koyuldu. Lafız ma'nilge has boğan halda koyuldu. Ya am boğan halda koyuldu. Ya müşterek boğan halda koyuldu. Ya muavvel boğan halda koyuldu. Hoş. Endi müşterek ile muavvel ikisi bir yemdi. Müşterek tahakkuk qilgandan keyin nima qilinadi? Muavvelga aylanadi. Hoş. Endi aldı bilen hasni tunuşturmaz deydi mesela. Ta'riful has. Hasning tarifi deydi. Birinci. El has. Has degan nima desa, hasning tarifi nima deb imtihon savol kelsa, shuni diqqat qilish kerak. El hasu lafzun wudi'a li ma'nan ma'lumin aw li musamman ma'lumin 'ala al-infirad. سواء كان ذلك المعنى شخصا كزيد أو نوعا كرجل أو جنسا كإنسان. خوش. أمده خاص ديگه مصنف نفتون صورت دیمیاده خاص دیگه معلوم bir ma'niga qo'yilgan yoki ma'lum bir musammoga, musammo degan ism qo'yiladigan, ad qo'yiladigan narsa, ha? Musammo deganga masalan ma musammo. Adimizniki ma ustal musammo. Ma telefon musammo. Ma kitob musammo. Lekin kitob degan ism nima? Ism. Ma narsa musammo. Lekin buni ismi nima? Kitob. Mushu narsaning ismi mushu varaq qog'ozlarni kitobga mushtabijak narsa musammo bo'ladi. Mina ma'lum bir musammoga ya ma'lum bir ma'niga qo'yilgan bir lafzidir. Alal infirad en o'yin gapadi. Alal infirad yolg'izliklarni, ya'ni ayrim holda. Ayrim anda bir mujlarsiga emas. Shunga amning deganda shuni deganda yashmalu ala kathirina debmiz ma'noda bu kathirni o'chirolmaydi. Xos faqat birini oladi narsani. Bir dona ala faqat bir narsa qo'yiladi. Bir kitobun desek bir kitob. Bir narsaga. Xo'sh, endi savaun kana zalikal ma'na. Yani shu ma'na shaxs bo'lsin. Shaxs bo'lsin, ki Zeydin, Zeyd degan o'xshash. Aw naw'an yoki naw degan bir tur bo'lsin, ki rajul degan o'xshash. Aw jinsan yoki jins bo'lsin, ki inson degan o'xshash. Endi bu yerda inchik bir masala bor. Xos 3 qismga bo'linadi. Xos hammasi xos desak faqatlam bir qism bo'lmaydi. Xos 3 qism bo'ladi. Biri xususul jins. Yani biri xususun nav', yani biri xusus shaxs. Endi xususul jins degan nima desak, masalan, inson, kalimat inson. Kalimat inson degan gap bu inson degan gap aslida nihoyat umumiy bir hukm bu. Bu degan kulli asli ilmi mantiqda buni biz kulli deb olamiz. Ondan. Buni nima bo'lib bu xos qo'yinib qoladi desa, biz inson deb iliflamsiz diqqat qilish kerak emas. Iliflam yo'q. Agar iliflam bu holatga kelib qolsa bu amg'oyinib ketadi. Alki nima? Alkiyandikilar bu xos bo'lanmaydi. Yani inson deb cho'qim nima bo'lish kerak? Nekir holda kelish kerak avvalan. Uni keyin bu inson degan bizga nimani ko'rsatadi? Bir jinsni ko'rsatadi. Qanday jihatdan bu inson qanday jihatdan xos? O'ylaysiz. Inson degan umumiy bir hukmsa, mu'min inson, asl inson degan so'z am bo'lish kerak desa degan savol qilib kelish kerak, ha? Bizga inson degan gap bunda cho'ng jihatdan o'ylaymiz. Ya'ni inson degan gap jins jihatdan xos. Ya'ni masalan bizning bu hayotda nurg'ulg'on jinslar yashaydi. Masalan, jinsul inson, jinsul g'anam, jinsul baqara, jins shah, jins faras masalan. Yani otlar turi. Bunun keyin masalan qo'ylar turi, eshaklar turi, turlarga ayirib kelsak, jinslarga ayirib kelsak, inson nima? Shu jinslarning ichidan faqat biri. Yani şu cinsdan ichidan bir cins bo'lganlik uchun mushu jihatdan nima deymiz? Mushu jihatdan, yani inson desak, otni o'z ichiga olmaydi, eshakni o'z ichiga olmaydi. Yani boshqa narsa bir narsani chiqarib olganlik uchun mushu jihatdan nima deb ataladi inson? Xos deb ataladi. Xususan jins deb ataladi. Endi lekin bu bir ojizroq xos endi. Sal ojizroq endi. Chunki buniki yeni bir tarafini qarasak, inson degan şey action bor, ayol kishi bor. Mümkünedin cho'ng kishi bor, cho'ng odam bor, kichik odam bor, hammasi inson. Majat bir tarafga qolsak, umumlikniki purq kelib turadi. Shunga buni sal ojizroq xos deymiz. Ammo faqatlam shu ot, qo'y, kala boshqa jinslarni o'ziga olmaganlik tarafdan nima xos. Endi ikkinchisi biz rajul masalan nav dedik. Xususan nav. Xususan nav degan qanda xos desa, bu bir turni, shu jinsning ichidagi alohida bir turni ichiga oladi. Masalan,
Biz rical desek mesela, recul. Recul desek, recul degan gap qanday jihatdan am bo'ladi, qanday jihatdan xos bo'ladi desek, xos bo'lgan tarafi masalan bu recul degandan keyin lam ayol kishi degan gap chiqib ketadi. Biz er kishi degandan keyin lam ayol kishi chiqib ketadi-da. Chiqib ayol kishi chiqib ketadi. Faqat bu erlar turi deb lam ma jihatdan nima bo'ladi ekan? Xos, xususiy nima bo'ladi. Bir ayollarni chiqayotganlik uchun. Endi Zeyd dedik. Zeyd degan xoslashilik eng kuchli xos bu hamda. İsmi alam. Zeyd degan nima uchun? Zeyd bu faqatlam bir shaxsga qo'yilganlik uchun. Endi bir odam bo'lsa, u rajul degan bir muncha odamga ishlatiladi. İnson degan bir muncha inson ishlatgan bo'lsa, ondan bu qanday xos desa, hatto Zeyd bir muncha odamga qo'yiladi. Onda desa masalan Zeyd degan so'z ma, Zeyd, Zeyd, Zeyd. Tamam. Bizde mi itibarlı okşamaydı. Yani Zeyd bir muncha odam Zeyd deb ism odamga ammo shu Zeyd degan ism faqat bir odamga qo'yiladi. 4-5 odamga akilib bir Zeyd ism qo'ymaydi bu odam. Anladın? Yani Mao Zeyd, yeni bir Zeyd'in ahar. Başka. Her bir Zeyd'e ayrım koydu isimni. Şuna ama bu ayrım koyuluş cihetten has. Anladın gelidin insan degan söz at işe koykanını çıkarıp ayırıp etkenlik cihetten has. Racul degan gapço ayol kishini chiqarib etganlik jihatdan xos. Tushundik mi? Mushu mana demak mush hammasi xos bo'laverdi. Endi va misaluhu bunun misali. Qavluhu Teala Allah Teala'nınki bunu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vel mutallaqatu yeterabbasna bi enfusihinne thalathata quru. Endi Kur'an'dan bo'lgan xosning misali nima deganda? Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Bakara Suresi'nin 228 ayetinde vel mutallaqatu talak kılınan ayetler yeterabbasna bi enfusihinne diye ula üzleri 3 çeyiz iddet tutudu. 3 çeyiz saklap durdu, kütüp durdu dedi. Bu şu ayet kışında nazar taşıdığım olsak müşahede bizge bir münçe şu usul fıkıh çıkıdığın nesle çıkıdı. Birinci vel mutallaqatu diyen de am. Vel mutallaqatu am. Am bu adı bu yani kullel mutallaqat diyecek bu. Hem mutalak kılınmış o şu hükümde. İkinci med yeterabbasna diyen fiil bu am. Hem bi enfusihinne diyen çoğu. Bi enfusi yeterabbasna bi enfusihinne diyen bulan müfessir gaylandı. Yeterabbasna diyen gibi aslında zahir olsa. Bi enfusihinne diyen gibi yeterabbasna diyen gibi o da müddet iddet tutudu diyen dikin kavmimiz mında bir alaka. Fesecedel melaiketu kulluhum diyen de ya da bi enfusihinne gelip teklif koydu. Yani biz konumuzda da bir şey yap kalsa mesela idet tutgandık idetne ve belki o üzü tutmayı başka onu bunu tutkusun bulam dedi ki ya digende konu kep kalsa bir enfusini üzü tutu da idetne bile demez üzü tutu da digende genelde tekim bu idet tutu ki intayin mühim ikenlik tekitle çıktı ama müfessirleyimiz bana. Onun kendinden salasete kuru diyen söz mi yedik? Salasete kuru. Mi yedik? Salase diyen söz khas. Onun kuru diyen söz ne mi yedik? Müşterek. Quru degan so'z müşterek. Undan keyin ta'vil qilingandan keyin muavval. Mana mishada bizning mushu bir oyatda am bekan, uni keyin mufassal bekan, uni keyin zohir bekan, uni keyin xos bekan va hatto müşterek muavvalamiz bor ekan. Tushundingmi? Bunday. Endi bizning diqqatimiz qayerda hozir? Faqat xosda. Mushu oyatga xos kelmishadiki, salasa degan so'z. 3 degan so'z. Hoş endi ben mezmun geçtim burada üzümüz kısa çöldü biteydi. Bu Hanefi mezhebinde biz Kur'an'ı nimege hamil kıldık hayızga. Şafii ilacı tuhurga. Endi mesela bir şey çıktı. Bu nemi için Hanefi'de Kur'an diyen sözünü Kur'an diyen asli bu lügat adlatının katarı müşterek yani hayız diyen manasın var, tuhur diyen manasın var. Endi fakat bunu biz kanda hamle kılımız ya onunla bilen sefer kaline bilen. Bakalım bu kadar kılmaydı. Delilimiz buluş gerek. Endi bu kaydıgan olsak Kuru diyen sözün aldığı kaynesiyle salate diyen söz turladı. 3 diyen söz. 3 diyen söz has. Hasның hükmü kat'i. Yani has keldi ama has kelse bu çokum özünün medlulunu %100 ölçü aldı. Medlulunu aşırıp kap koymaydı. Ammay ölçü ammay kalmaydı. Ziyade tıkayla olmaydı. Kam tıkaya ammaydı. Anladın? Hasın alaydı ki bu kat'i eşkildi. 3 dedim Allah Teala
3,5'ni almaydı. 2,5'ni almaydı. Çokum kamil 3 buluşı kerak. Endi şunda qaydagan bolsak, ayol kishi fatalliquhunna li'iddatihinna degan Allah Taala. Ayol yani ya ayuhan nabiy İza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna degandikin, ya'ni ayollarni iddat talaydigan vaqtda, ya'ni poklik holatida taloq qilinadi degandikin, asli shar'iy taloq degan nima? Ayol pok holatda taloq qilinadi. Heyizda holatda taloq qilinmaydi ayol kishi. Agar taloq qilinsa-mu, shu heyiz hisobga elinmaydi. Bil ittifoq. Shu İmam Şafii'nin zalimizda. Endi bir adamni pok holatda taloq qildi bu adam. Taloq qilgandan keyin pok holatda bu adam agar poklik bilan men iddat tutman desa, şu tushgan poklik komil bir poklik bo'lmay qoladi. Masalan, u poklikniki ya bir kun pok bo'lgandan keyin taloq qilib soladi, ya 2 kun pok bo'lgandan taloq qilib soladi masalan. Ana shu poklikni agar hisob qilsa, o'chaqda undan keyin 2 poklik, undan keyin 2 poklik o'tadi, 2 to'g'ir, mavo yarim. Mavo yarim, ya yarimdan chiqaq, yarimdan ozyoq, ya'ni ba'd va itnayn. Itnayn va ba'd bo'lib qoladi. Undan keyin 2 poklik. Demak, bu yerda 2 yarim bo'lib qoldi. Agar biz mavafaqlikni nimaga olmasak, hisob qilmasak, bu 3 qitim boshqa poklik qilish kerak. U 3 poklik shu desa, ma'nolar men qo'shilib qanchalar qoladi? 3,5. Ya'ni talata va ba'd bo'lib qoladi. Endi unda olgancha nima masal kelib chiqdi ekan? Alloh taolaning salasa degan xos qilgan 3 qoladi ekan. Salasa degan 3 degan 3 qirq degan 3 quruq degan shu oyatiga 3 qoladi ekan. Bu salasa degan Allah Teala 4 demedi, 3 demedi, 2 demedi, 2,5 demedi, 3,5 demedi, 3 degan Allah Teala shuncha jiq son ichida tanlab 3 degandan bu 3 ga cho'qim amal qilishimiz kerak. Bu 3 degan songa arab tilida, ya'ni bu shu vada jihatdan 3 degan 3 ta narsaga qo'yilgan bu. 3,5 ga emas, 2,5 ga emas. Buni shunda amal qilishimiz vojib bo'ladi. Endi unda bo'lsa hayz deb baqayli shu. Qur'onni 2 xil bu mushtarak bo'lgandan keyin, har ikkisi ehtimol bo'lgandan keyin endi hayz deb baqayli shu desak, hayzga hamla qilgan vaqtimizda demak tabiiyki taloq deganni pok vaqtida qiladi. Agar hayzda vaqtda taloq qilgan bo'lsa, nima bu? Shu hayz nimaga ilinmaydi? Hisobga ilinmaydi. Bil ittifoq İmam Şafii bizimizda. Tamam. Endi taloq ayol kishi poklik taloq qildimi? Poklikki qanday taloq qilgan bo'lsin? Ayol kishi hayz ko'rdi. Birinchi hayz. Ikkinchi qitim hayz ko'rdi, ikkinchi hayz. Uchinchi qitim hayz ko'rdi, üçüncü hayz. Şunu bilan kamil 3 hayz oldu. Yani ziyoda emas, 3,5 emas yoki 2,5 emas. Mana shuni bilan bizniki Hanafi mazhabining naqadar kuchli ekanligi, Qur'oni Karimning bo'lgan xosniki hukmiga usmaylam. Bunda hayzga amr qilish haqida o'tib ketganligi mishan ma'lum. Usul fiqhniki bunday kuchliligi mishan ma'lum. Endi musannif nima deydi? Yani kelimatu salasa, salasatni 3 degan bu so'z ismun xasun, xos ismdir. Vudi'a li adadin ma'lum. Ma'lum bo'lgan bir songa qo'yilgan. Ya'ni 3 degan songa hammalarga ma'lumqa 3 ta narsa qo'yilgan emas bu. 3,5 emas, 2,5 emas. Fayuradu bil qur'i al hayd. Endi bu yerdagi qur' bilan, qur' degan so'z bilan hayz iroda qilinadi. Fa iza tulliqat fi at-tuhri, endi qachonki, andagandan keyin hayz iroda qilingandan keyin deydi fa. Qachonki ayol kishi poklikda taloq qilinsa, chunki hayzda taloq qilish bo'lmaydi. Bu bid'at taloq bo'ladi. Agar hayzda ayol taloq qilsa, bid'at taloq bo'ladi. Agar rajiy taloq qilgan bo'lsa, yenish vojib bo'ldi gadanga. Chunki Rasululloh Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu ayol kishini hayzda vaqtida taloq qilganda uni yan qayt ayolini qaytganda qaytishga buyurgan. Hayzda vaqtida taloq qilish nima? Bid'at taloq keladi. Agar taloq qildi deyli, agar payin taloq qilib uzvatdan taloq qilgan bo'lsa, buning iddatida shu hayz e'tibor qilinmaydi. Shu hayz qatar qilinmaydi. Tamam? Şunu poklikda taloq qilgan gap. Poklikda taloq qilinsa, takunu iddatuha, bu ayolning iddati kamil 3 hayz bo'ladi. Biz baysalat tushuntirib bo'ldik. Xo'sh, endi hukmuhu, xosning hukmi nima? Unda o'g'anda xosning hukmi nima desa, xosning hukmi al-xossu dalilun qat'iy. Xos dalil qat'iydir. Bizda dalillar hammasi qat'iy olmaydi. Bizda qat'iyyud dilala, qat'iyyud subut va qat'iyyud dilala deb bir dalil bor. Bunun nima chiqadi? Farz chiqadi, farz hukmi chiqadi. Undan keyin bizda qat'iyyud subut, qat'iyyud subut, zanniyyud dilala. Bundan
vacip hüküm çıkıp kalır. Köp halları. Bizde zanniyu subut, zanniyu dilale var. Bunun da sünnet müstehaplar çıkılır. Bizde zanniyu subut, kat'iyu dilale var. Bunun da ez ziyade olsa vacip. Bulmasa şu sünnet müstehaplar çıkılır. Hem de farzga amel çıkıdığan nimadan faqatlandım ba qat'iyu subut, qat'iyu dilale. Hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hemmisi qat'iyu subut. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hemmisi var qat'iyu subut. Ama ayetlerin hemmisi qat'iyu dilale emas. Yani bir ma'niga 100 dalalat qilmaydi. Ba'zan ayetler ikki ochmoq. A ma'niga dalalat qilish ehtimolligi bor, ma ma'niga dalalat qilish ma'nisi bor. Agar qat'iyu subut, qat'iyu dilale bo'lsa, bunda ixtilof yo'q. Mazhabda hech qanday ixtilof yo'q. Agar Kur'an-ı Kerim'de qat'iyu subut ve qat'iyu dilale bo'lsa, hech qaysi imomning qo'ydigan unda mazhab ixtilof kelib chiqmaydi tabii. Agar uni qat'iyu subut, qat'iyu dilaliga inkor qilgan kafir. Endi mazhab qanday shakllanadi? Qat'iyu subut ve zanniyu dilalat. Yani ikki tarafga ehtimollik bor. Ma'uning ehtimollik bor, ma'ning ehtimollik bor. Shunda yerda uni kendan mazhablar, İmam Şafii ayaga boradi, İmam Azam Hanifa ayaga boradi. Bu ham ummatlarga rahmat bo'ladi. Ummatlarga ba'zilarga ba'zi chog'da mazhab kiradi, ba'zi mazhab kiradi qilib ummatlarga marhamatda hamda bu rahmat. Xo'sh. Endi xosning o'zi nimasi dalil qat'iy. Xosning o'zi zanniyu subut emas, qat'iyu subut va qat'iyu dilala bo'ladi. Qur'on-i Karimda qanday edi? Xos degan so'z keldimi? Bunda ochmoq yo'q. Men 3 degan so'z bormi? Shu salas degan so'z nima? Qat'iyu subut, qat'iyu dilala. Yani bu %100 3 ga dalalat qiladi. 3 ga emas, 2 ga emas, 4 ga emas, 5 ga emas. Shuningmi? Qanday shunga diqqat qilish, qanday edi xos oyat kelsa, Qur'on-i Karimda buningga hech qanday nima ta'vil kirmaydi. Mumkin emas. Xo'sh, endi bu xos dalilun qat'iyyun. Bu qat'iy dalildir, yajibul amalu bihi. Uni amal qilish vojib. Yani amal qilish vojib degan farz degan bo'lma. Bu yerdagi vojib degan farz degan. Uni amal qilish farz. Nima ish qilsa, li'anna al-xos, chunki xos degan yetanavalu madlulahu qat'an. Yani o'zining dalolat qilgan ma'nosini, madlu degan nima? Ma'nosi, shu xosning dalolat qilgan ma'nosi. Abay, depardimgo, masalan, hayvon muftarisga asad degan so'z nima qiladi? Dalolat qiladi. Asad deb bir so'z keldimi? 100% nima dalolat qiladi? Hayvon muftarisga, ya'ni shu yirtqich hayvonga dalolat qiladi. Ya'ni u xos o'ziniki madlulini qat'iy shaklda o'ziga oladi. Qat'an degan gap nishadiki nima degan gap? Qat'an degan gapmi? Diqqat qilish tegishli gap. Ya'ni boshqani o'z ichiga olish ehtimolligini uzib o'tadi. Yani yaqta'u ihtimalal g'ayr. Anladın? Yani g'ayrning ehtimolini uzib o'tadigan holatda o'z ichiga oladi. Al-malhuda. Al-malhuda degan gap bas mulohaza degan gap. Mulohaza qilikin al-malhuda mulohazadan afsah, fasohatliroq. Mulohaza degan gap bu. Ko'z quyruq bilan qarash degan gap. Malhuda degan gap bir diqqat qiladigan bir masala, eskartiladigan, bir mulohaza qilib bakın. Mulohaza qiladigan bir masala degan ma'no chiqadi. Malhuza degan mulohaza deganda yaxshiroq. Uyg'urchasi mulohaza deymiz. Mulohaza. Min aqsabil xossi, xosning qismlaridan amr, nahiy, mutlaq, muqayyad. Uningki bayoni amr, nahiy, mutlaq, muqayyaddan bayoni keyinchi keladi. Hammasi xosning qismidan maqma deb qo'ydi. Usul shashidan da demakdir. Usul shashida oxirga bo'lib qoldi. Shuni biz o'ylaymiz amr, nahiy, mutlaq, muqayyad kelib bir boshqa narsalar chiqadi deb qolamiz. Hammasi boshqa narsa emas u. Xos. Amr degan bu xos. Endi nima ish bu xos? Nima ish bu xos desa, li'annahum wudi'u ala ma'nan ma'lumin ala al-infirad. Chunki amr, if'al degan so'z. Nahiy, la taf'al, mutlaq, yani muqayyad, qaydlik, qaydsiz bo'lgan so'zlarning hammasi nima? Hammasi ma'lum bo'lgan bir ma'niga ayrim-ayrim qilib qo'yilgan. Nima ishqa? Chunki ular o'ziniki madluliga yana qat'iy shaklda dalolat qiladi. Dalolat qiladi. Masalan, Alloh taolo masalan o'g'rining qo'lini kes degan bo'lsa masalan, o'g'rining qo'lini kes desa, putini yoki kaldasini kesib bo'lmaydi. Masalan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma dedi. Ve faqta'u degan kelima xos. Anladın? Faqta'u kesinglar. Qo'lini kesinglar deb aytadi. Qo'lini kesinglar degandan keyin buniki nimasi kesib olmaydi? Ya kallasini kesib olmaydi. Chunki qo'lni kesish kerak. Xo'sh.
Ondan keyin mesela Allah Taala bir ishni qilma desa, uni qilishga ehtimollik yo'q. Allah Taala bir ishni bunday ishni qilma degan bo'lsa, uni qilishga qat'iy ehtimollik yo'q. Çok keskin şekilde qilmaydigan gap. Uni keyin mesela Allah Taala bir ishni mutlaq keltirsa, muqayyadlik ehtimollik yo'q. Allah Taala bir narsani mutlaq keltirgan bo'lsa, Qur'on Karimda mutlaq holatda, mutlaq degan gap yani uni sifatlamasdan, yolg'iz holatda, mufrat holatda keltirgan bo'lsa, uni muqayyad qilish nima yo'q, ehtimollik yo'q, qat'iy ehtimollik yo'q. U Allah Taala bir narsani mutlaq muqayyad keltirgan bo'lsa, uni mutlaqlik ehtimoli yo'q. Masalan bir yerda qul ozod qiling, raqaba. Tahrir raqaba degan deb keltirgan bo'lsa, bir yerda masalan, bu tahrir raqabaniki mu'min, kafir ozod qilish bo'laveradi. Mutlaq holatda turaveradi. Uni biz ya mu'minga ya kafir xos qilib olmaymiz. Yana bir yerda boshqa bir masalada masalan nima deb kelgan bo'lsa, tahrir raqabati mu'mina deb kelgan bo'lsa, raqabati mu'mina deb qayd keltirgan bo'lsa, buniki kafirni ozod qilish bo'lmaydi. Demak, hammasi nima sababdan desa xos bo'lganligi uchun. Xos o'ziniki madlulini qat'iy shaklda o'z ichiga olganligi uchun. Xo'sh, endi ta'riful am. Ta'riful am, amning ta'rifi. Endi ikinci bizniki ve taqsimdagi shu vujuhun nazm degan shu birinchi taqsimdagi ikkinchi qismi am dedik. Am degan nima desa, am degan men abad tushuntirishdik. Am degan nima? Am lafzun yashmalu ala kathirina muttafiqatul haqa'iq. Am degan bir muncha narsani o'z ichiga oladigan, haqiqatlar bir xil bo'lgan bir muncha narsani o'z ichiga oladigan nima bir lafz. Onu biz tamam dile söylesek cema mesela. Cema am buludu. Onu kendin isim mevsul mesela. Men, ma diyen isim mevsulla am buludu. Onu kendin el istigrak diyen isimler. Mesela bizde ismi cins var mı? İsmi cins. Nahvede. Şu ismi cins kaçan el kip kalsa ne buludu? Am buludu. Eğer el kelimesinin buludu hususel cins buludu. Hususel cins buludu. El kiyenliklerini bulup el istigrak kiyenliklerini onu mügayınız am gayınıdır. Şöyle mi? Şöyle mesela halallahu bey'a diyenlik el bey'a diyenim ha. Necede el kiyen bey'de bir uzkiyen bolsa has bulattı. Hususal cins bulattı. Ama el kiyenlik şundan mı kaldı bu? Am gayınlandı. Onu kendini bunu deyimiz bu ne? Şu an am dedik mi kul diyen kelimeni koyacak bu da şey. Halallahu kullel bey'de koyacak. Mühendisinde gelin burada. Allah Teala her kandık sözcük halal kıldı. Demeyi talayımız. Hoş, endi bu sene dedi ki am degan lafzun yeşmelu cem'an minel efradi imma lafzan. Am degan pertlerden bir munch pertni cem'an degan bir top pertni o'z ichiga oladigan pert degan yana shaxs degan shaxs. Imma lafzan ya uni lafz holatda lafzdan degan og'zaki. Og'zimiz aytiladi. Amaliyotda shunda so'zning shakli lafzan degani siqatan deb tushunsak bo'ladi. So'zning shakli nima yasalgan, abilat qo'yilganda jami holat qo'yilgan. Endi ko'p narsani o'chiga olganga. Masalan jami salama yoki jami taksir masalan. İmma lafzan ka muslimina va mushrikina. Masalan muslimina mushrikina degan so'zlar nima? Hammasi muslimin jami salama. Jami muzakkar salim. Mushrikin degan jami muzakkar salim. Bu qo'yilganda nima qanday qo'yilgan? Shu söz vada itibarlarida o'qimak taqsimni birinchi taqsimni. Qo'yilganda bir mujaz chiqadigan qo'yilgan. Va imma ma'nan yoki buniki lafzi mufrad. Lafzi mufrad nimasi ma'nisi jama'. Lafzi mufrad ma'nisi jama' holatda. Masalan man va ma o'xshash. Meniki man nima? Ism mavsul masalan. Ma ism mavsul. Mushular hammasi men deganniki asası nima? İsm mavsul. Bu mufrad, lafzi mufrad bunun. Çünkü bunu köp şekli nima? Ellezine. Lekin ma'nisi nima? Ma'nisi ko'plik. Ma desam ma degan bu ism mufrad. Lafzi mufrad. Ondan ma'nisi nima? Ko'plik. Endi va qavmun va rahtun. Qavm rahat degan gap bor bizda. Qavm degan bu nima? Asli bu so'zda hammasi bu ismul cem deb qo'yamiz buni. Ismul cem. Cema emas bu.
Cemi vaziyet cemi cemi teksir buludu ya ceminin buludu cemi selamet buludu. Kavm diyen cemi ve ismul cemi. Bu üzü cemi emas. Yani lafzı mufrad manası cemi. Nima deliliniz? Çünkü kavm musanna buludu. Yani cemi kıldı cemi kıldı. Kavmun kavmani akvamun. Ca'ani kavmun, ca'ani kavmani, ca'ani akvamun. Ca'ani rahtun, ca'ani rahtani, ca'ani erhutun, erhatun. Demek bunda köpük oynamdıkken, işkilik oynamdıkken, demek bundaki lafzı ne miken? Lafzı mufrad. Lakin manası cem'ken. Lakin bu şunun hemmesini mi qatar kirdi o? Amman qatar kirdi. Çünkü bizim bir asas boğuna mana. Lafz gana emas. Yani şu lafzının ma'niga qo'yilishi dedik ma? Lafzının ma'niga qo'yilish itibari bilan to'rtga bo'ldik ma? Chunki amda ba'zi so'zlar bunday lafz mufrad ma'nisi am bo'ladi. Bu hammasi amga tabiiy. Xo'sh. Endi buni tushunib bo'lgan bo'ldik. Summal ammu Andikin am ikki turlik bo'ldi. Am desek ham amning hammasi o'sha hammani o'chiga oldigan bo'lmaydi. Amniki hammasi o'chiga oldigan bo'lmaydi. Ammun lam yukhassa anhu shay. Amning biri Aş onun hiç qanday bir narsa xaslanmagan bir am bor. O'zi am. O'sha am o'z ichiga oladigan doirasi am deganda qanday amniki? Mesela musulmonlar desam, musulmonlar. Mesela musulmonlar hamma o'z ichiga oladi. O'z ichiga oladigan doirni hamma o'z ichiga oladigan xaslanmagan bir am bor. Mesela qavli Taala Allah Taala'nın qavli o'xshash. İnnalloha bi kulli şeyin alim. Allah Taala her şeyiga alimdir dedi. Mishadiki kul kelimeti kul nima? Am. Allah Teala her şeyi alimdir degandan Allah Teala'nın ilmidin hiç qanday bir narsa chiqib ketmaydi. Hiç qanday bir narsa xaslanmaydi. Bu degan nima? Qat'iy xaslanmagan am. Uni keyin va qavli va Allah Teala'nın qavliga o'xshash va qavli Taala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'den asan bo'g'inini o'qinglar. Bu yerdagi ma degan ma ism mavsul, bu yerda kalimat ma'no am. Endi bu ammo Kur'an-ı Kerim'den asan bo'g'inini o'qinglar. Faqimus salah. Namaz o'qinglar. Shu namozinglarda Qur'oni Karimdan qaysi tilovat oson bo'lsa o'qinglar deydi Alloh taolo. Yani demak bu oyatning amning hukmi biz nima qat'iy. Xos o'xshash qat'iy bo'lgandan keyin bu shu oyatning hukmi bilan bizga namozda faloni surani, pustani surani o'qish farz degan hukm chiqmaydi. Yani qaysi sura bo'lsa, oson bo'lsa, sura Fatiha oson bo'lsa, sura Fatiha o'qish kerak. Agar Qul huvallohu ahad oson bo'lsa, Qul huvallohu ahad o'qish bo'ladi. Eğer inna atayna asan bo'lsa, inna atayna o'qisin bo'ladi. Yani bu oyatning shu bilan, yani Qur'ondan asan bo'g'inni o'qiladi dedi Alloh taolo. Asan bo'g'ini, yani bir narsaga xoslanmaydi. Qaysi asan bo'lsa shuni, hammasiga am. U asan bo'lsa uni uchiga oladi, bu asan bo'lsa uni uchiga oladi. Yani endi andag'andan keyin andada sifati o'qish farz deganlarga qarshi keladi oyat. Nimada? Namozda sifati o'qish farz deganlarga bu oyat qarshi kelib qoladi. Burada tabii ki bunu bir edisilen deyimiz neydi? Edisini okup ne deydi o? La salate illa bi fatihatil kitab. Yani fatihatil kitab okunmagan namaz emesliğe edisi getirip bu dese bununla usulü yolda ne deydi o? Toktan adırmayı durun. Bizde bir usul kaidesi var. Ma hadis nima? Zanniyu thubut qat'iyyud dilale. Yani Fatiha'da namazda okumuz olmaydiganlığı qat'iy dalalet qildi hadis to'g'ri. Lekin hadisning bizga yetib kelish jarayoni mutawatir emas. Mutawatir yo'l bilan qat'iy yolg'onlik bo'lib qolish ehtimolligi qat'iy yo'qoladi kelmagan. Uni bir sahabi, ikki sahabidan 200 yolati kelgan. O xabar ahad. Ammo oyat biz kelish yo'lda mutawatir holatga kelgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda asan bo'g'ini o'qinglar deyapti. Qaysi asan bo'g'ini o'qinglar deyapti. Endi oyunda hech qanday bir kelishni shak-shubu bo'lmagan, yolg'onlik shak-shubu bo'lmagan hukm yaratyapti. Hukm ma'nun qarshi kelyapti deb Fatiha'ni o'qish kerak, Fatiha'dan boshqa hatto oson bo'lsa-mu, boshqa inatini oson bo'lsa-mu bo'lmaydi, Fatiha o'qimasa namoz bo'lmaydi deb turyapti. Endi bu holat qanday qilamiz? Desa, agar ikkina hukmga, ikkina oyatning hukmi bilan hadisning hukmiga hech kimga amal qilish mumkin bo'lsa, birsi-biriga ta'arrud qilmagan holda shunda amal qilamiz. Agar mumkin bo'lmasa-chi, ikkisiga uzib qarshi qarshi deganda u chaqda hadisni qo'yib qo'yamiz, oyatga amal qilamiz. Endi ma ahvolda qanday ikkisiga amal qilib bo'ladi desa, Hanafi fuqaholari hammada amal qilib bo'ladi degan. Ya'ni oyatning hukmi bilan
Kur'an-ı Kerim'de namazda kıskısa 3 ayet, uzun bir ayet okuş nima? Kur'an okuş yani. Asan bo'lganni o'qish nima? Farz. Ammo hadisning hukmi bilan sura Fatiha o'qish nima? Vojib. Endi bir odam namozda Qur'on o'qimagan bo'lsa, bu namoz emas. Ammo sura Fatihani o'qimagan bo'lsa, vojibni tark etgan bo'ladi, ya'ni sajda sahva vojib bo'ladi. Agar shuni sahvaligidan tark etgan bo'lsa, sajda sahva bilan ado topadi. Ammo qasddan tark etgan bo'lsa, bu chaqda vojib deganmi farz amaliy qatoriga keladi. Bizning farz ikki xil bo'ldi. Bir farz ilmiy, qat'iy e'tiqodiy, yana bir farz amaliy, zanniy, ijtihodiy. Farz amaliy vojib deganimiz farz amaliy. Demak, uni qasddan tark etsa, yana bu sajda sahva qiladi. Bu sajda sahvini nima uchun sajda sahva qiladi? Ammo bu sajda sahvini qasddan ba'zilar qasddan tark etganlar namozi buzilib ketadi, batil deydi. Anladın? Endi batil degandan keyin boshqa o'qish kerak endi qasddan tark etsa. O'chada shu sajda sahva deymiz-da uni. Uni hukmi kelmaydi. Ba'zilar deydi, biz nima qiladi? Gunohini mag'firat bo'lishi uchun sajda qiladi. Anday shunday deydi. Xo'sh, endi demak Hanafilar bu ikki oyatga amal qilgan, hadisga amal qilgan. Hadisning hukmi bilan sura Fatiha o'qish vojib, oyatning hukmi bilan sura Fatiha o'qish namozi nima? Farz degan. Xo'sh. Endi hukmuhu, amnu hukmi nima desa, amnu hukmi, xo'sh, amnu hukmi qat huwa qat'iyun bi manzilatil khas yajibul amalu bi madlulihi. Amnu hukmi qat'idir. Ya'ni xuddi xosdek qat'iy shaklda, ya'ni ammu o'zi dalolat qilgan ma'nolarni hammasini qat'iy shaklda, ya'ni boshqa narsalarni, ya'ni o'zining narsalaridan ma'lum bir qismini o'ziga olmaslik ehtimolini yoki uni amning doirasida bo'lmagan so'zlarni o'ziga olib qolish ehtimolligini qat'iy yo'q qilgan holda o'ziga oladi. Qat'iy shaklda, ya'ni o'zining madlulini qat'iy shaklda o'ziga oladi. Bimanzilatil xos, xosning o'rnida, ya'ni xoslar o'xshash. Yajibul andavaniga yajibul amalu bi madlulihi. Amning madluliga, ya'ni am dalolat qilgan ma'niga amal qilish nima? Vojib. Anladın? Endi xo'sh, buni nima qalay deb qo'ydi desa, Shofiy mazhabida am zanni. Qat'iy emas. Am bir am oyat kelgan bo'lsa, bu am oyatni ya'ni endi Imom Shofiy deydiki, agar Qur'on Karimda bir am oyat kelgan bo'lsa, uningga bir hadisdan birsi, xabar ahad bo'lsin. Qiyos bilan biz amni xoslay olmaymiz deydi. Lekin Hanafiy mazhabida deydilar, Qur'on Karimda kelgan amni chuqum Qur'on Karimdan bo'lgan bir xos kelish kerak, o'xshash saviyalik. Lekin Qur'on Karimdan saviyasi turan bo'lgan hadis ahad yoki xabar qiyoslar bilan xoslik qilib bo'lmaydi deydi. Lekin bu xoslikning shakllari bor. Xoslikning shaklini kimlab berdi. Xo'sh, endi demak, bizdagi am ikki xil bo'ldimi? Biri qat'iy xoslanmagan am. Bizdagi am pati qolgan am. İkinci türü olsa ve ammun hussa anhul ba'du. Yani bir kısmı haslangan am. Kevlihi Teala, Allah Teala'nın kavli okşaş ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Diyen ayette mesela Allah Teala beyni halal kıldı dedik. Mişadiki el bey' diyen söz ne? Abi diyen bey' de bir yalnız kelgan olsa hususal cins falan bulattı. El istigraki kelgendiki mişadiki el bey' am gaylandı. Yani kullel bey'. Qachon am desek, eşek kul degan so'zni qo'ysak bo'ladi. Am degandan keyin. Alloh taolo yana har qanday savdo sotiqni halol qildi. Endi uni keyin xussa anhul bay'ul ladhi fihi riba. Oyatning o'zida mubashiratan ulablanma Alloh taolo jazoni bor bo'lgan savdoni xos qilib ayirib chiqarib oldi. Biqavlihi va harramar riba. Alloh taolo jazonini harom qildi deb. Xo'sh, endi hukm unda bo'lganda Mishadiki ayet mujna olib qolsa, buni hukmi nima? Amning hukmi balqiqa am o'xshamdi, uni hukmi xoslar o'xshash qat'iy shaklda bo'lamdi desa, yajibul amalu bihi fil baqi. Munda amga qolgan qismida amal qilish vojib bo'ladi. Ya'ni xoslanmagan qismiga amal qilish gadan vojib. Lekin ma'a ihtimal at-takhsis. Ya'ni uni xoslashning ehtimoli bor bo'lishi bilgan. Ya'ni qolgan qismimi toki ahir 3 part qolgacha xosini ihtimolli bor. Uni keyindan vala yabqa qat'iyan andaganki bu qat'iy holat qolmaydi. O'shada bal yasiru zanniyan. Zanniga aylanib qoladi. Zanniga aylanib qoldimi, uni keyindan xabar vahid bilanmi xoslay olamiz amni. Uni keyindan qiyos bilanmi xoslay olamiz. Endi bu shu amni bir qiz tushunishga to'g'ri keladi.
Bizde amni xaslashnikki 3 tane şartı var. Amni xaslashning 3 tane şartı var. Amni udu kelgan bilan xas bo'linmaydi. Bu yerda amni biz qasrul am ala ba'di madlulatihi degan gap. Qasrul am. Ya'ni amni o'zining dalolat qilgan ma'noning ba'zi ma'nolarga nima xaslab qo'yish, o'sha ma'noni to'xtatish deydigan bir qoida ama buniki şartları var. Avvalan bu xaslash uchun bir dalil bo'lish kerak, dalil. Bu dalil mustaqil bo'lish kerak, mustaqil. Uni kenidan bu dalil mubashiratan shu amga ulinib kelgan bo'lish kerak, billa. Billa kelgan bo'lish kerak. Shunda billa kelgandan keyin bu nima xaslanadi. Shu bir biriga xaslanadi. Ammo shu am nimaga aylanadi? Zanniga aylanadi. Ammo agar bu dalil mustaqil bo'lmay, o'zi oldin mustaqil dalil bo'lmay, g'ayri mustaqil dalil bo'lib qolsa, bu chaqda uni kenidan bu chaqda bu xas nimaga aylanmaydi? Zanniga aylanmaydi. Nimishqa zanniga aylanmaydi desa, chunki bu 5 yildan mustaqil bo'lmagan dalilda 5 yildan ichiga amning ichiga kirmagan u bilak. 5 yil chiqib ketgan. 5 yil chiqib ketgan. Uning kenidan agar bu ulishib kelmay, oxiri mutaraqi bo'lib, oxiri tabi üzülüp qolgan bo'lsa o'tirda bu yana nima bo'lmaydi? Zanniga aylanmaydi. Balki bu taksis olmaydi bu. Bu uçak nasx amaldan qoldi o'shuladi. Alloh taolo bir hukmni qilib, bir uzoq o'tgandan keyin yana bir uning qarshi amni bilsizlab, uni bir uzoqdan keyin xosni bilsizgan bo'lsa, bu xos nima deb bo'ladi? Shu amga qarshi keladigan tarafda amaldan qoldiradi. Nasx qilib, amniki shu ma'lum bir bölükini amaldan qoldiradi. Uni kenidan qolib qolgan qismi qat'iy holat qilaveradi, qat'iy holat. Ya'ni uni xabar vahid bilan qiyos bilan xoslig'i bo'lmaydi. Endi biz bu dalillarni tushunib qo'yaylik. Biz dalil mustaqil, dalil g'ayr mustaqil dedik. Dalil degan ya mustaqil bo'ladi ya g'ayr mustaqil bo'ladi. Xoslaydigan dalil, muxassis deb qo'yamiz. Amne xoslaydigan muxassis dalil ismi. Ba'zi ya mustaqil bo'ladi ya g'ayr mustaqil bo'ladi. G'ayr mustaqil bo'lgani masalan istisna masalan. A'til hadirina illa Zaydan deb qo'ysam, kelgan odamga bilan zidqina berman desam, ma'lum dalil illa Zaydan degan istisna. Anladın? Yoki nima bo'ladi? Yoki shart bo'ladi, shart. Masalan, in jaa Zaydun fa anti taliq desa masalan bu yerda ayolga. Bu nima? Bu g'ayr mustaqil bo'lgan dalil hammasi. Yoki sifat masalan. As-sariq va as-sariqatu. Kendin nimada masalan fil mevaşi es-saime. Mevaşi es-saime deganda sifat masalan. Zakat. Yaylab turadigan çarmallarda zakat var desa, masalan, mushu nima deymiz bu juma, mushu muxassis. Hammasi g'ayr mustaqil. Muxassis g'ayr mustaqil. Endi yana birisi bor. Yana bir g'oya. Mesela atimmus siyama ilal-leyl degan g'oya. Bularning hammasi mustaqil bo'lmagan dalillar. Mustaqil bo'lmagan muxassislar. Endi nima ish qilib keltiramiz desa, bizniki mushu mustaqil bo'lmagan muxassislardan nima taxsis chiqmaydi. Bular amni dastlabda, tipida amdan chiqib olgan bo'ladi bular. Chunki bu mustaqil bo'lmagan dalillarda biz masalan atil hadirina illa Zaydan degan so'z, atil hadirina degan gap kamil bir so'z olmaydi. İlla Zaydan bilan kelgandan keyin illa Zaydan yolg'iz illa Zaydan degan gap yo'q bu yerda. Chuqur atil hadirina bilan birikib an bir ma'no bildiradi. Unda olgandan keyin 5'ida şu am o'z ichiga olmagan asli Zaydni 5'ida o'z ichiga olmagan. Shuning uchun olmagandan keyin biz buni kishini nima qilolmaymiz, zanniga aylantira olmaymiz. Yani am o'zini qat'iy holat qilaveradi. Endi bizim yerda men taxsislash uchun nima bo'lish kerak? Qanday bu dalil qanday bo'lish kerak? Bu chuqur mustaqil dalil bo'lish kerak. Endi mustaqil dalil degan qaysi desa, mustaqil dalilmi ikkiga bo'linadi. Mustaqil dalil ya kalam bo'ladi, kalam. Shunama ya aqlan bo'ladi, ya hissan bo'ladi, ya odat bo'ladi. Mustaqil dalil bu daqa hammasi bo'lmaydi. Chuqur kalam bilan bo'lgan dalil bu mustaqil dalil bo'lish kerak. Masalan, endi biz aql bilan bo'lgan mustaqil dalil bor masalan. Allahu xaliqu kulli şey dedik biz. Allah Teala her şeyini yaratışı desek, muşu sözde onu qaraydigan bo'lsak, nima bor? Aqlimizdan biz bilaleymiz. Allah Teala o'zini yaratmagan. Allah Teala lam yakhluq nafsahu.
Deganni Allah o'zini yaratmagan degan so'zni biz aqlimizda o'ylab chiqib olamiz. Ha. Demak, ma'lumki aqli mustaqil dalil oldu. Demek ma delilse bu delilden nimaga aylanmaydi, nazarga aylanmaydi. Yeni bir delil var delil içinde. Mustaqil delil mustaqil ama bu nima adettin kelib chiqilgan. Masalan, bir adam ana lam akul vallahi lam akul ra'san deb qasam ichdim. Men bosh yemayman, kalla yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu kalla masalan nimaga anaqa bazı yerde koyunun kallası, bazı yerde kalının kallası oluşu mümkün. Yani örf adet bu içe. Bu mu yani nimaga aylantirmaydi, amne nimaga aylantirib qo'ymaydi. Xos qo'yma, qat'iy zanniga aylantirmaydi. Uni kelidin bunun ichida yani bir his tuyg'u. His tuyg'ular bilan xoslaydigan muxassislar bor. Masalan, Belqisning qissida va utiyat kulli shay dedi. Belqisning qissida Sulaymon alayhisolamga Öpüp Sulaymon bu hamma narsani bilib ekan dedim ha. Ve utiyat kulli shay degan oyatga diqqat qilgan bo'lsak, aşağıda biz his tuyg'umizdan hozir ulug'a hozir telefon Belqisga telefon berilmabdi ekan mesela hozirgidek. Hozir bu sayyora mashinani berilmabdi ekan mesela. Lekin shunchaqdagi narsalar nima narsa bilib ekan hamda. Demak, mushu mo'yina shu amni nimaga anaqa zanniga aylantirib qo'ymaydi. Endi amni zanniga aylantirib oladigan faqat bir turi qoldi, bu kalam. Yani kalam bo'lgan, og'zaki aytilgan. Endi bizga beni so'z degan ishda faqat muxassis nima kalam bo'lgan muxassis bilgan bo'lgan. Kalam bo'lgan muxassis masalan ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degandan keyin mustaqil bo'lish kerak, kalam bo'lish kerak, mustaqil bo'lish kerak, mavsul bo'lish kerak demakmi? Endi yani ahallallohu al-bay'a Allah taala so'lsiqni halol qildi deb qo'ygandan keyin va harrama ar-riba dedik, bu mustaqil bir şeyga. Va harrama ar-riba degan gap mustaqil gap bo'la oladi. Ahallallohu al-bay'a degan gap bo'lmasa bu harrama ar-riba degan mustaqil gap o'z oldiga. Ahallallohu al-bay'a ma mustaqil gap. Mustaqil. Ikkinchisi kalam bilan bo'lganda men mush bilan. Endi bu mustaqil bo'ldi. Uni keldim bu cho'qim birga kelish kerak. Taxsis bo'lish uchun bunda kelgandan keyin kalam bo'lsa, uni keyin mustaqil bo'lsa, kalam bo'lsa, endi nima bo'lsa billa muqaran billa kelgan bo'lsa. Ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degandek. Ammo ayrıtıp fazılab mutarafi bo'lib qolsa, bu yine nima bo'lmaydi? Yine amzanniga aylanmaydi. Bugün nasx bo'lib bu amaldan qoldigan bo'lib, yani am o'ziniki amaldan qoldigani faqatlam shu xos amaldan qoldigan petlam amaldan qoldi, amal qilmaydi, qolgan bir o'zining qat'iy sifatida qilaverdi. Endi masalan buni tushunib bo'lgan bo'ldik. Endi oxirgi bir masala qoldi. Bu masala bo'lsa, ba'zida bu muxassis ma'lum bo'ladi, ba'zida muxassis majhul bo'ladi. Yani ba'zida ma'lum bo'lgan muxassislar amni xoslaydi bir bo'ligini, ba'zida majhul bo'lgan muxassisdan xoslanadi. Bunda ahvolda qanday qilish kerak desa, masalan, Alloh taolo ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan oyatda riba degan so'z mishadiki muxassis va harrama ar-riba degan muxassis. Dalil mustaqil va nima mavsul muqarin. Ammo mishadiki riba degan so'z nima majhul. Riba deganning ma'nosi lug'atda nima ziyoda. Bay degan nima? Bay deganimiz ziyoda. Ya'ni so'z sotganmi? Bir yil qilib ikki yil sotishgan gap. Riba deganimiz ziyoda degan gap. Ya'ni agar buni shu lug'at ma'nosini olsak, so'zlikni hammasi harom degan gap bo'ladi. Endi majhul bo'lib qoldi. Bunda majhul bo'lib qolganda buni avval qanday bo'ldi desa, bunda majhul bo'lib qolganda toki mushu riboning ma'nosini biz bilmadik-mi? Ammo shu bayniki xosi turning riboligini biz bilmagandan keyin bu oyatga nima qilib to'xtab turdi deyshadi. Anladın? Yani şu to'xtab turdi. Toki bayon kelguncha. Mujmallab qadamda. Bayon qachon keldi? Payg'ambar alayhisolamdan keldi. Kelibki, Payg'ambar alayhisolam 6 xil narsani bayon qildi. Buğdayga, xurmoga, tuzga, oltinga, kumushga, o'qishga, qo'lmoga sotiladi. Vel fadli riban deb ortiq bir jinsdan bo'lgan narsalarni ortiq kam sotilsa, mujin bo'ladi yoki naqdisi sotilsa, hammasini bo'ladi. Jazoni bo'ladi deb bizga ko'rsatgandan keyin nimaga aylandi? Ma'lum aylandi. Uning keyinidan bunga amal qilindi. Xo'sh. Endi bizda ma'lum bo'ldi majhul bo'lgan turlik yo'li bunda qilamiz. Shu sababdan
ve harrama riba degan meda majhul bo'lib qolgan sababdan buni amal qilinmay keyin ma'lum bo'lib qolganiga amal qilindi. Ondan keyin nimaga aylandi? Omniki qat'iyligidan nimaga tushib qoldi? Zaniylik tushib qolib, uni keyinidan ashunda mushunga o'xshaydigan yana nimalar ma'lum bo'lib qolgandan keyin yana boshqa shunday oyatlar, boshqa hadis xabar vahidlar bilan yana xosday oladigan holatga tushib qoldi. Endi yana bir omniki mush muxassisniki ma'lum bo'lgan nusxasi bor. Muxassis ma'lum. Masalan Alloh taolo Qur'on Karimda nima deydi? Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum surada. Ya'ni faidan salahal ashurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Urush haram qilingan oila chiqib ketsa, mushriklarni topgan yerda o'tiringlar deydi Alloh taolo. Endi shu oyat ulatlam keltirib Alloh taolo nima deydi? Va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu. Ya'ni agar mushriklardan biri sizdan amonlik tilasa, uning amonlik bilan da'vatudi. Oyat. Demak, shu oyatning kin ulatlam kelgandan keyin buni bo'ldi, ulush keldi. Kalom bo'ldi. Dalil mustaqil bo'lgandan keyin buni bo'lgan bu taxsis. Bu xoslaydi. Oldingi oyatni xosladi. Nima? Endi lekin buni men taxsis ma'lum deymiz endi. Taxsis ma'lum bo'lsa, bu yerda bir masala kelib chiqadi. Bu masala qolsa muallal. Bu illati bor bo'ladi. Ko'p holat illati bor bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Alloh taolo nima uchun amonlik tilga odamni o'ltirmanglar dedi degan bir illat keladi. Bu illat kelsa buni nima deymiz? Alloh taolo chunki degan gap chunki amonlik tilaguvchi la yuqatil. Al-musta'min la yuqatil. Ya'ni musta'min urushmaydi. Ko'p mu'minlar urush qilmaydi. Urush qilmaganlik uchun nima qilinmadi? O'ldirilmaydi. Unda olgandan keyin shu musulmonlar bilan birov urushmaydigan kofirlarning hammasi nima bilan hadislar bilan payg'ambar hadis kelgan ayol kishini o'tmanglar, qiylarni o'tmanglar, kishilarni o'tmanglar degan hammasi hadis bilan kelib ketadi. Faqat mushrik degan amdan xoslandi, xosni chiqib ketadi. Hatto qiyoslar bilanmi, yana qiyosimiz bilanmi, yana ayda urush qilmaydigan. Hadisda kelmagan, lekin urush qilmaydigan illatga tushadigan bo'lsa hammasi o'ltirish degan umumiy hukmniki doirasidan chiqib ketadi. Tushundingizmi? Mana bu bilan amniki majhul bo'lgan qanday bo'ladi, ma'lum bo'lgan qanday bo'ladi degan umumiy gap endi shunday bir qatim xoslanib bo'lgan am nimaga hukmi nimaga tushib qoladi, zaniylik tushib qoladi, undan keyin xabar vahid qiyos bilan xoslanadi. Xo'sh, endi hukmuhu yajibul amalu bihi fil baqi ma'a ihtimal at-takhsis wa la yabqa qatiyan bal yasru dhanniyan. Faida. At-takhsis. Takhsis qad yakunu bi mukhassis majhul. Ba'zida majhul muxassisdan bo'lib qoladi, tushunib bo'lmaydi. Ka qavlihi ta'ala Alloh taolaning va ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degandek. Mishaytki riba degan so'z nima edi? Majhul edi. Li'anna al-bay'a alladhi fihi ar-riba majhul. Chunki riba bo'lgan so'd-satiq majhuldir, noma'lumdir. Shin ma'lum qo'ylandi, payg'ambar tushunib bergandan keyin. Va qad yakunu bi mukhassis ma'lum. Ba'zida ma'lum bo'lgan muxassisdan bo'ladi. Ka qavli al-amir masalan. Amirning qavliga o'xshash. Uqtulul mushrikin va la taqtulu ahla zimma. Mushriklarni o'tiringlar, zimmi ahlarni, ya'ni zimmilarni o'tirmanglar degan o'xshash masalan. Endi buni nima keltirib qo'ydi desa, ya'ni qandaligim bo'lmasin, qo'yi muxassis nima bo'lsin, majhul bo'lsin, qo'yi ma'lum bo'lsin, o'xshashlar amniki darajasini nimaga tushirib qo'ydi? Qat'iylikdan zaniylikka tushirib qo'ydi. Ammo ikkisiniki bir jarayonlari o'xshamaydigan. Majhul bo'lganda chuqur buni nima bo'lib bo'g'icha amal qilinmaydi bunga. Majhul nimaga? Ma'lum aylanib bo'g'icha. Unga endi muxassis ma'lum bo'lib qolishi bunda illatlik bo'ladi. Illatlik bo'lgandan keyin buning bir muncha yeni shaxslar illat ya'ni qiyos bilan kirib ketish ehtimolligi bor degan bo'ldi. Shuni bugungi darsimiz inshaalloh bu intayin muhim dars va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.